Kechirasiz, singlim qarangda. Dadingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar hozir qarab turibman-da. Qo'ymanglar bolalarimni men. Mayli kim bo'lsa ham sizni otangiz dunyoga keltirgan-ku. Yo to'xtang, siz boshingizga ro'mol o'rab turibsiz, singlim. Dadingiz-ku, mayli men dadingizning xarakterini oqlamayapman. Tushunyapman. Unaqa demaysiz. Unaqa demang, uni onangiz o'zlari hal qiladi. Men bolalarimni unaqa qilib bolarimga o'rgatib kelmadim. Bolalarimni o'rgatmadim men. Men boyaga gapimni iltimos davom etsam. Lola, agar siz haq bo'lsangiz, hozir bu kishini eshitishga ruxsat berasiz. Mayli, eshitaman Ruxsat men. bersanglar, hozir mana shu yig'i shantajlaring ham chiqadi hozir men gapimdan. Noyabr oyida men siz bilan urush janjal qilgani kelganim yo'q bu yerga. Lola bitta gapdan qoldi. Telefon qilishyapti. Uchastkovoy telefon qilyapti. Aka dedi, "Qattasiz?" Men dedim, "Oqqo'rg'on tarafda hozir tom yopyapmiz. Biz avion ishi olganmiz, 4 kishimiz. Hozir men chiqib ketsam, hurmatli uchastkovoy, men ola olmayman, pullar kesiladi. Ana yerda aliment deb to'polon qilyapti ekan dedim. Men qilishim kerak shu narsalarni. Qisqasi dedim, Murodjon dedim, agar hozir kelib, yo olib ketamiz pulingiz bo'lmasa, ishni palon kuniga tugataman dedim. Keyin boraman, o'zim boraman Rovidaga uchrashaman sizlarga. Xo'p, keldim Rovidaga keldim. Bu ham kelgan. Endi bu hozir ro'mol ishtonlarni kiyyapti. Men ham shu guvoh qanaqa ahvolda keldi Akbar akam. Keldim milisaxonaga, o'tiribmiz majlislar zalida. Mayor Sayyor opa Akbar akamni chaqirtirishdi. Uchastkovoy bizni hududiy uchastkovoyimiz nozirimiz. Shu yerda o'tiribdiki, erta har xil gaplar mana dedi menga tushuntirishdi. Mana dedi himoya orderi ikkala tomonga beriladi dedi. 1 oylik srog bilan. Mayli dedim. Bunga gap nimaga endi sizlar hech narsa chora qilmayapsizlar erimga deb har xil chaqir shantajlarni qildi. Uchastkovoy telefonni yoqib qo'ydi. Zapislari turgan bo'lish kerak hali ham. O'tiribdilar. Zilola deyaptilar Akbar akam. To'polon qilmang, foydasi yo'q. Men hayronman. Sayyor opa aytayotdilar, bo'ldi tushundik. Chimin dedi. Qo'y Zilola. Oxiri yo o'zimni o'ldiraman, yo seni o'ldiraman dedi. Sansira. Sanlar guvohsanlar dedi, bir tiyin dedi, hamma yoq dedi. O'shandan keyin boyaga masala kelyapti. Ariza murojaat qilganim. Sayyor opa aytdi, mayor, buni tez dedi psixiatrga olib boringlar, bu joyida emas dedi. Xulosani joyida berishdi. Aytdimki, davay chiqinglar. Yo, avval alimentga majburiy. Yo, aliment. Mana pul. Tushunarli. Psixiatr xulosasini o'qidik. Hech qanday ruhiy bundoq kasallik yo'q. Yo'q. Iltimos, keyin yo'lda ketyapmiz Damasda. Juda ham kurayda turmaydigan gaplar. Uchastkovoy aytayotdiki, astag'firulloh, Zapis qilib olinglar dedi. Bilaman, zapis qilib oling dedi. Zapis qilib oldingiz. To'polon gaplar. Yomon. Hozir boraman psixolog, yolg'on yig'i qilib beraman, qo'lingdan nima keladi degan gaplar. Men bu narsalarni ochishim hozir menga joiz emas edi, lekin hiqillog'imga olib kelishdi. Shu vaqt shutgacha murojaat qilibdi. Sababi nima men bila olmayapman. Xullas psixiatrga bordik. Akbar akam ham o'tiribdilar. Chunki Zilola ichki ishlarda bo'layotgan ishlar o'ldiraman baribir deb ichki ishlarda gapirganlari uchun to'g'ri jahillik qilganlar, uni tushuntirdim. Jahillik qilganlar uchun o'shandan to'g'ri anaqa orderni ham oldik, himoya orderini ham oldik. Bularga ham haqiqatan tutqizishdi, bularga ham. Keyin uchastkovoy Jamshid, men Zilola to'rttalamiz endi o'sha baribir shu so'yaman, u qilaman, o'ldiraman baribir o'rganlariga olib borishga majbur bo'ldi ichki ishlar ham. Ketayotganimizda keyin yetib tashladim. Kerak emas menga. Tushunarli. Agarda bunday voqealarni demak hozir o'rganadigan, qiziqadigan bo'lsak, yangi-yangilari hozir o 18 yil davomida 18 ming xil voqea bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatga sizni ota-onangizni munosabati qanday degan masalaga ham oydinlik kiritmoqchimiz, ularni studiyaga taklif qilmoqchimiz, rozi bo'lsangiz. Mumkinmi? Albatta mumkin. Ota-onalarni studiyamizga taklif qilamiz, marhamat. Shantaj. Xo'p, mayli shantajman. Mayli, men shantajman. Uzun, men shundoq bo'ldim. Assalomu alaykum. Qutulay shundan, bo'ldi. Assalomu alaykum. Vaziyatni yaxshilash uchun siz nima qildingiz? Haqiqatan ham farzandingizda ayb bo'lishi mumkinmi yoki kelindami? Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men kelinimni ham yomon demayman, o'g'limni ham. Bu oila. Oilani mana muqaddas yapmiz. Bor kuchim bilan harakat qildimki, mana shu oilani saqlab qolish. Bu oxirgi 5 yildan sal ziyodroq bo'ldi. Shu ahvolni aytyapman. Bor kuchim bilan tirishdim. Oilani saqlab qolish uchun.
Lekin albatta endi bu yerda yoshlarimiz tarbiyasini ta'siri bormi? Kuchim yetmay qoldi oxirgi paytda. O'g'lim quloq solsa, kelim quloq solmaydi, kelim quloq solsa, o'g'lim quloq solmaydi. Va shunday holatlar tez bo'ladigan bo'lib qoldi. Natijada nima bo'ldi? Mana navaralarim ham ozgina tarbiyalari chegaradan chiqib ketib qoldi. Shu ahvolni sezdim. Xullas yomon bo'lyapti, shunday og'ir bo'lyaptiki, endi uni tushuntirish bilan tushuntira olmayman men juda ham. Vaziyatni yaxshilash uchun. Vaziyatni yaxshilash uchun bunga yaxshi maslahat kerak. Yaxshi bir fikr yuritadigan, sof fikr yuritadigan, ma'noli odamlar tomonidan maslahat berish kerak. Mana shu odamlarni ham topdim, mana hokimiyatimiz tomonidan mana o'tiriblar ustozimiz. Juda ancha harakat qildilar, olib kelib qo'ydilar, yarashtirdik. Juda bir chiroyli hayot ketayotdi. To'satdan qandaydir bir nima aralashdi bilmayman, kelin ketib qoldi uydan. Bu opa ularning gapiga ham kirmaylar. Bizning gapga ham kirmaylar bu opa. Chunki faktga asoslanmagan, biz fakt ko'rayotganimiz yo'q. Ammo 4 ta farzand nega tuqqanlar? Demak, qanaqadir yaxshi sharoitlar bo'lganki 4 ta farzand tug'a olganlar. Albatta. Tushunyapsizlarmi? Rahmat. Bizning gapimizga bu opa kirmaylar. Bolalarda hozir psixologik buzilish ketyapti. Isterikaga solish ketyapti. Qiz o'zini hozir talvasaga solyapti, jazavaga solyapti. Bu yillar davomida bu opa tarafidan yoki sizda ham ba'zi bir xususiyatlaringiz tarafidan tayyorlangan loyiha bu. Jamiyatga mana shunday farzandlarni hozir beryapsizlarki, o'zini tuta olmaydigan, o'zini hozir hushdan ketkizib yuboradigan, otasini aybini hammani oldida oshkor qilib salom bermaydigan farzandlarni maytga olib kelyapsizlar. Assalomu alaykum mehmonlar. Mana bir og'iz gapim, men o'g'limga ham, kelinim ham yomon demayman. 18 yilga kelinim. Ammo buni endi aytish juda oson. O'zimdan o'tgan o'zim bilaman. 18 yil ichida men 3 ta tom yozgan bo'lardim agar bular to'g'risida. Tilim ojiz, bir nima deya olmayman. Yomon demayman, ana maslahat beraveringlar. Kelinlik vazifasini bajarmadi, xotinlik vazifasini bajarmadi. Boshqa gapim yo'q mana. Jim bo'ladi demayman, shunchaki gapiraman. Jim, yo'q, jim. Yo'q, jim. Nega gapirmaysan? Gapirsin, men navaram, sevgan navaralarimdan. Marhamat. Mani onam yomon ekanda sizlarga. Mani onam nima qildi? Bu yerda hech kimni hali yomonlagani yo'q. Biz faqat chunki ota-onaning o'zida tarbiya yo'q, bolalarda qanday tarbiya bo'lsin? Marhamat. Buvimlarni o'zlari aytganlar. Bobom qatga ko'chaga chiqib ketadimi, qatga o'rtoqlarning yoniga chiqadimi, har doim kostyum-sumlar dazmollab hammasini qilib berardi dedi. Buvim o'zlari aytganlar. Nima bo'lsa hamma yoqqa kiyimlarini taqib hammasini qilib berardi deganlar. Dadam ham yaxshi, hammasi yaxshi, yomon. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, stop bo'ldi, katta rahmat. Aslida bu oilada hech kim ich-ichidan yomon emas. Ayol ham juda ham yaxshi ayol, Zilola opa, Jamshid aka ham. Lekin bu vaziyatni yaxshilash uchun bilmadim, bir yaxshi maslahat kerak. Demak, dodamiz aytganlardek, diniy idora vakili G'ulomiddin domla, sizni eshitmoqchimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har narsani bilguvchi Alloh. Hozir kim rost, kim yolg'on, kim bo'xton qilyapti, kim bir havoni haqqiga xotin tajovuz qilyapti, biz bilmaymiz. Aytgan gaplarni kelinnikini ham, demak, kuyovnikini ham eshitdik. Qizlarni ham eshitdik. Avvalo singlimga aytadigan gap. Boshidan ancha mashaqqat, zahmatlar o'tibdi. Lekin hamma gap yolg'on emas. Ichida ancha rostlari bor. Zahmat chekkani, mashaqqat chekkani, balkim kalta yeganlari, so'kis eshitganlari rostdir. Alloh Qur'onda bayon qilgan: "Astag'firullah, ar-rijalu qawwamun 'alan-nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijal qawwamun deydi Alloh. Erkaklar ayollar ustidan rahbardurlar.
eri avvalo erkakligi o'z ayoliga muhabbat qilib, urib, zulm qilib, haqorat qilib, xor qilib emas, muhabbat qilib muomala qilishlikni qavvom deydi. Boshqaruv shunaqa bo'ladi. Ala ba'd va bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd va bima anfaqu deydi Xudo. Shu bilan Alloh taolo erkakni ustun qilgan. Avvalo erkaklik maqomida turish kerak. Erkak o'z zabti bilan, muomalasi, aqli bilan erlik maqomida xotinni yo'lga soladi. Har qanaqangi yomon xotinni ham yaxshi erkak yaxshilab oladi. Shuning uchun erkakda. Ikkinchisi va bima anfaqu min amwalihim. O'z molidan infoq qiladi. Ayol kishi ayol boshi bilan